Xo'p, kelajakda kerak bo'ladigan keyingi soha bu ustalar bo'ladi. Qanaqa usta deysizmi? Har qanday usta bo'lishi mumkin, ammo texnika mahsulotlarini sozlovchi, ta'mirlovchi ustalarning ularga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lishi mumkin. Telefon, kompyuter, shunga o'xshagan boshqa maishiy texnikalarni ta'mirlovchi, modernizatsiya qiluvchi ustalarning ehtiyoj yuqori bo'ladi. Chunki hamma tomon robotlashgandan so'ng sun'iy kameralar, ya'ni sun'iy intellekt orqali boshqariladigan kameralar qo'yilgandan so'ng ularning ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun talab eng yuqori bo'ladigan soha bu ustalik sohasi bo'ladi. Ya'ni texnik mahsulotlarni sozlovchi, ta'mirlovchi ustalarning davri keladi yaqin kelajakda. Ular juda ham o'rni beqiyos soha bo'ladi va robotlarni ham buzilganini ta'mirlab berish, ularga modernizatsiya qilish, yig'ib berish, sozlab berish, ta'mirlash va shunga o'xshagan xizmatlarni ular bajaruvchi bo'ladi. Shu sababli ham texnika ko'paygandan so'ng ularni ta'mirlovchi ustalarga talab yana ham oshadi. Shu sababli katta ehtimol bilan kelajakda juda ham kerak bo'ladigan soha bu ustalar bo'ladi. Shu sababli mana shu sohani ham egallab qo'ygan ma'qul bo'ladi. Xo'p.